Kayfiyatlar zo'rmi? Ana bugun sizlar bog'changizda ajoyib kunning guvohiga aylanyapmiz. Chunki bu kunimizning sababchisi Odinaxon singlimizni tug'ilgan kunlari. Qani hammamiz Odinaxonni tug'ilgan kunlari bilan nima deymiz? Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Yashang bolajonlar. Hozir men sizlarni ko'rib rosa quvonib ketdimda, chunki hamma formada, hamma chiroyli, odobli bo'lib turibdi, to'g'rimi? Mana bugun sizlarni bog'chalaringizga mana oppoqqina ayiq polvonimiz bilan mana Winnie-Pooh kelganmiz, sizlar bilan birgalikda o'ynash uchun. Odinaxonni tug'ilgan kunlariga olib kelganmiz. Hozir chiroyli qo'shiqlari qo'yib bersam birgalikda o'ynaymizmi? Faqat sizlardan bitta iltimos, mana shu ayiq polvoniga tegmaymiz, ha? Xafa bo'lib qolib ketib qolishi mumkin, xo'pmi? Men hozir tegmaylar dedim sizlarga. Hop, bo'lmasa bolajonlar chiroyli qo'shiq qo'yaman, birgalikda o'ynaysizlar, xo'pmi? Ana bo'lmasa undan keyin chiroyli she'rlarni o'qib, Odinaxonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz, ha? Aytgandek, mana shu kelishimizning sababchisi Odinaxonning buvijonlari bo'ladi. Shunaqami? Ismlari nima? Onajonlari ekan, uzr so'raymiz. Roziyaxon onajonimiz, Xosiyatxon opamizni farzandlari mana Odinaxonni tug'ilgan kunlari kelganmiz. Hozir rasmga tushgan navbat beraman. Hozir, ha? Qani bo'lmasa, bolajonlar tayyormisizlar? Qani bo'lmasa, barchangizni davramizga taklif etamiz. Ayiq polvoniga tegmasdan o'ynaymiz, ha? Marhamat.